erkak kishining ishlarini yurishib ketishligi, erkak kishining kayfiyatini zo'r bo'lishligi, erkak kishi ruhan sinib qolmasligi, erkak kishi uyiga talpinib turishi, erkak kishi doim kelajak uchun ulkan maqsad g'oyalarni qilishligi uchun yaqindan ta'sir beradigan kim? Ayol. Ayol kishi erkakka quvvat, kuch bersa, erkak kishining ishlari 5 bo'ladi. Agar ming'ir doim bosh og'riq, doim norozilik, doim boshqa masala bo'ladigan bo'lsa, erkak sekin sinib ruschasiga aytganda duxi sinadida bir ishlarni qilishga qo'rqadi. Katta ishlarga qadam tasholmaydi, qo'rqadi. Uni kim sindirib qo'ydi? Xotini sindirib qo'ydi. Nima deb? Ey erkak bo'lmay o'ling, sizni qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Lallaymay o'ling. Qarang, bunday deb turib sekin sindirib qo'yadi hali erkagini. Bu xotin kimning xotini bo'ladi, endi bilasizmi? Lallaygan, sangillagan bir no'noq erkakning xotini bo'ladi. Shunaqa erkakning xotini bo'lishni kim xohlaydi? Hech kim xohlamaydi. Kuchli, dovyurak, omada chopgan,